Bugun yangi robot yasab qo'ydim. O'shani sizlar bilan test qilamiz. Mana shu robot katta time frame'da ishlaydi. H1 da emas, daily time frame'da ishlaydi, ya'ni kunlik time frame'da. Sizlar bilan birgalikda test qilamiz. 2010-yildan shu kungacha test qilamiz. Testni boshlaymiz. Ketdi. Katta time frame uchun bu logika katta time frame uchun yozilgan. Test jarayoni $1000 depozit qilingan. Tezlashtiramiz. Ko'p kessanglar bo'ladi. Misol ozgina sekinlashtiraman. Qanday ishlashini ko'rsanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, mana shu videoga like bosib, kommentariya yozib, bemalol Telegramga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Telegramga tekinga tashlab beraman. Agar fol ko'paysa Telegramda, aktiv ko'paysa, men bu robotni tekinga tashlab beraman kanaliga. Bu robotlarda hammasini 100% o'zim yozganman. Men internetdan olib, birovlarning kanalidan olib, bunday reklama qilib tashlamayman robotlarni. Men o'zim shaxsiy hamma robotlarni 100% o'zim yasab kanalga tashlayman. Tekin robotlarim ham bor, pulli robotlarim ham bor. $50 dan tutib $2000 gacha robotlarim bor mening o'zimni. Eng arzoni $50, eng qimmati $2000. Har xil robotlardan bor. Bu tekin versiyasi. Aktiv ko'paysa buni men tekin tashlab beraman. Rezultatni ko'rsanglar bo'ladi mana. O'sishni ko'rsanglar bo'ladi. Bu birdaniga boy qilib yubormaydi, sekin o'sadi, lekin stabil o'sadi. Birdan boy qilib yuboradigan agressiv robot emas. Ozgina tezlashtiramiz. Vaqt yo'q. Asosiy time frame kunlik time frame'da qo'ysanglar, kunlik time frame'ga mo'ljallangan bu robot. 1 soatlik time frame, yarim soat yo M15 larga qo'yib o'tirmanglar. Bu katta time frame'ga moslangan. Kichik time frame'da yaxshi ishlamasligi mumkin. Rezultat past berishi mumkin. O'shaning uchun buni mabodo kanalga tashlaydigan bo'lsam, kunlik time frame'da ishlatganlaringiz ma'qul. Kattaroq depozit qo'yib. Agar kattaroq depozitinglar bo'lmasa, nima qilsanglar bo'ladi? Sentoy shot bilan ishlasanglar bo'ladi. Yozilyapti o'zi. Qaytaydi. Bandlik ham qaytaydi. Yozilayotgan ekan. Chiroyli roboti, mana robotimiz ishlashi yaxshi. Grafikni ham chiroyli ko'rsatib turadi. Motivatsiyada bu nima? Motivatsional ekran. Asosiy time frame, kunlik time frame hozircha $200 profit. 2010-yildan.
2010-yildan shu kungacha test jarayoni bo'ldi. Hozir ochilgan lotlarni ko'ramiz. 02 dan boshlangan 18. $1000 depozitdan mana o'sishni ko'rsanglar bo'ladi. Mana robot $3455 ko'tardi. Bu yaxshi natijami, yomon natijami? Savol sizlarga. Kulli time frame 2025. Mana ko'rsanglar bo'ladi, 2025-yil boshidan 2026-yilgacha ham ishlatib ko'rdim. Mana 1 yilda 120% natija. Yomon emas, 120%. Bo'laveradi. Bilan videoni to'xtatamiz, xayrlashamiz. Keyingi videogacha xayr, sog' salomat bo'linglar.